Bismillah. Assalamu alaikum. Hürmetlik, muhterem, aziz Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Bugün normal haftalik video nashr qiladigan kunimiz ekan. Oldingi mavzumizning davomi Xitoyning Yevrosiyo strategiyasi mavzusining 6-cisi. Bugün bu qismda yana şu muhitda qolib qolgan davlatlardan Turkmeniston bor ekan. Hindiston va Turkmeniston haqida Shanxay hamkorlik tashkilotidagi musbat manfiy qarashlar. Bu haqda to'xtalamiz. Hindistonning Amerika bilan bo'lgan strategik munosabati Shanxay hamkorlik tashkilotining har qachon ichini echishtirib turayotgan masalalardan biri. Chunki g'arb matbuotlari Amerikaning rayonda Hindistonni kuchlantirishining sababi Rossiya va Xitoy qarshi qo'ymoq ekanligini ochiq-oshkora namoyon qilgan edi. Bu hol bu ikki davlatni nimishga andishlandiriz. Mana shu sababdan Shanxay hamkorlik tashkiloti Hindistonga qarata ma'lum sovuq tutum ifodalashdan yuzini tutib ololmay kelyapti. Masalan, Shanxayda o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining 5 yilligini xotirlashga Hindistonga vakolatan bir ministr keldi. Bu xotirlash yig'iniga Afg'oniston sharaf mehmoni sifatida qatnashtirildi. Bu jarayonda Afg'oniston bilan ko'rishmalar qilinib, har xil kelishimlar imzolangan edi. Shanxay hamkorlik tashkilotining asli maqsadi Afg'onistonni Shanxay hamkorlik tashkilotiga elish orqali Amerikaning rayonda turaverish bahonasini yo'qqa chiqarmoq edi. Xuddi O'zbekiston Xonobodniki, Qirg'iziston Manasdagi Amerika bazalarını taqiganga o'xshash Afg'onistonni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo qilsa yoki a'zo qilishning sharti sifatida Amerikani ko'pani ko'tarib demak. Endi eng murakkab ko'rishmalar, sodlashlar Turkmeniston bilan bo'lmoqda edi. Turkmeniston bilisizlar betaraf davlat degan Turkmenistonni ko'rayotganinglar ana shu Turkmeniston. Qizg'uchroq tug'an Turkmeniston. Bu rayondagi davlatlarning joylashish ahvoli. Ko'rayotganinglardek Turkmeniston nihoyatda muhim bir davlat. Atrofiga qarasanglar ko'rsizlarki bu g'arbiy shimol tarafida Kaspiy dengizi bor. Kaspiy dengizining tegidan neft chiqadi. Bu neftga Iran, Turkmeniston, Ozarbayjon, Rossiya, Qozog'iston sherik. Bu rayonda doim Kaspiy dengizining neft tufaylidan bu yerda tavallik talashib majra olib turadigan bir yer. Endi Turkmeniston mustaqillikdan keyin o'zining tarafsizligini e'lon qilgan bo'lib, taki shu kunlargacha, ya'ni bu mulohazalarimizning zamoni 2005-2006, 2007'lar. Şu kunlargacha bu salohiyatini, ya'ni betaraflik salohiyatini davom qilib kelmoqda edi. Tarafsizlikning nurg'un foydasi bo'lganidek, masalan, tarafsiz davlatlarga har qanday tajovuz qilmaydi. Masalan, 2. Dünya urushida Hitler
Şveysariyani besip almagandek. Şveysariya Aralga okşaş oturdu kep kaldı, etrafıdaki dövletlerinin hemmisini bastı. Şunun okşaş paydaları var. Şunun paydası bolgandek, paydası var ya, fayda var ya, ziyan, fayda ve ziyan bir tutkanda koyumuz ya. Ziynini mi yok digil olmaydı. Yani nurgun ziynimi tan mevcutlaş payda bilen. Yani yalğız kalırgan gel. Bu bay tabii gaz dövültüge Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kızıkmay turanmaydı. Bulapmın hepsi yoğuna vatkan Xitayla. Türkmenistan hatta Rusiyanın mu asaslık tabii gaz teminatçısıydı. Ondaqken bu devletler rənglik inqilablar bilen Garipning quchqiga o'ltirg'izib qo'yg'ili bo'lmaydi. Baştan tatib Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın chaqiriqlariga tarafsizligini bahane ko'rsatib, quloq solmay kelayotgan Türkmenbeşi o zamanlarda Sefer Murat. Garipning o'yini deb qaralayotgan rənglik inqilablarda ag'dirilib ketishidan ensirgechgan, chunki u diktatorda. Diktatorlar xalq inqilobidan bek qo'rqadi. Endi g'aribga qarshi tutum ifodalaydigandek qiladi. G'arib meni ag'dirib etmoqchi degan gumon bilan. Buning alomatlari sifatida Xitoylar bilan qilingan hamkorlik kelishimlarini ko'rsatish mumkin. Qaraganda Turkmenistonning betarafligimi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın paydasıga buziladigandek ko'rinadi. Endi 2004-yildan beri kun tartibda bo'lgan Turkiyaning Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'ga a'zolik masalasiga kelsak, Rossiya va Xitoy bu NATO a'zosi davlatga issiq qarashda emas. Rossiya Checheniston masalasida Turkiyani ayibli hisoblag'achqa bu masalani bahona qilmoqda. Xitoy bo'lsa Sharq Turkiston masalasida Turkiyani o'zidigan manzilga keltirmoqchi. Turkiya Şanghay Hemkarlık Teşkilatı mavzusida go'yo oshiqning visolga talpinishiga o'xshash tashnalik ichida to'lg'anmoqda. Rossiyaga yaqinchilik qilib Xitoylarni yumshatishga, o'zi uchun saloq qilib qo'yishga uringan bo'lsa-mu, Putin buningga illiq qaramadi. Endi Turkiya haqida taklif berish kutilayotgan davlatlar Ozarbayjon, Turkmeniston va Afg'oniston bo'lib qoldi. 2006-yilning boshlarida Xitoylar Gretsiya bilan strategik hamkorlik kelishi imzolashi Xitoyning Yevropa ittifoqi siyosatlarida muhim ahamiyatli bir ish bo'lib qoldi. Xitoylarning Gretsiya va Eron bilan bo'lgan strategik hamkorlik munosabati oradan Turkiyani siqib chiqargandek. Yoki Turkiya ikki tarafidagi ikki Xitoy o'rtaq tarafidan qismoq qilingandek bir vaziyat borliqqa keldi. Shundaqla Turkiya og'zini to'ldirib, qarindosh, kardosh deydigan O'rta Osiyodanmi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı sebebinden sıkıp çıkarılgan edi. Bunun bilen hareket dairesi zor derece tarayıp ketken Türkiye, Garip bilen Şark arasında bir yulqunuş çekirip kaldı. D8 teşkilatı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na alternatif midir? D8 teşkilatı 97-yılı Türkiye'nin teşebbüskarlığı bilan qurilgan 8 Müslüman devletinin teşkilatıdır. Bular Türkiye, İran, Pakistan, Endonezya, Malayziya, Bangladesh, Mısır ve Nigeriyadan ibaret. Qaramoqqa hali muhim rollarni ustiga ola oladigan turi bor. Osiyo Etiopiya rayonining muhim o'yinchilari. Shundaqla nüfus jihatdanmi bayon mo'l odam zapsiga ega. Şu çağlardaki nüfusu 825 milyon. Xitoy bu teşkilattan hali obdan endişede bulmakta. Amerika mı? D8'lerden Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na karşı bir tamponluk ameli sütüdü paydalanışını oylaydı. Xitoylar bunun farkında.
Şunun üçün Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının Asiya Teçokiyan rayını tərəfki kengeyişlərdə tosalğılıq rol oynaş ihtimali bolğan bu təşkilatni yaman görüşü gayet təbii. Bu cəhətdə Xitaylar nüfusu ən köp bolğan Hindoneziyanın texmi küçülünüp, üzüge meydan okuşudun endişede. Bugün muşundaq bir alamet görünüyordu. Şərq Türkistan meselesi boyunca. Nəhayət əfsuski Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'na nispeten aytqanda D8'lərinin fəaliyyətçanlığı zayıf. Kengeyiş, zoruş yakıdımın turgun halet ifadelenmekte. Bu hal Xitaylarning sezgürlük eşip gitişler ki ihtiyatçallıqıdıllı doğulgan endişkelligini gözetmekte. Ondan başka D8'lərinin əzalarından bolğan İran ve Pakistan'ın Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'da buluşu D8'lər noktasıdan bekmi paydasız bir amil buluş bilen Hindistan'ın düşmanlıkını kazanışqa yaraydı. Hindistan D8 əzalarından Pakistan ve Bangladeş arasında qağaçqa. Hindistan'ın bu teşkilatga karşı düşmanlık keyfiyatı bulmaslığı mümkün emas. Bu halmı Xitaylarning qo'lini soğutadigan yana bir faydalı amil bo'lib qolmoqda. Ko'rayotganinglardek Hindistan, Pakistan ve Bangladesh'nin aralig'ida. Pakistan kök. Bangladesh bu koltukның üstüdeki kichkina aq yashu. Bu halda endi qanday bo'ladi bu? Endi agar Amerika Xitaylarni ve Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'nı üzünün dünyavi küçüge karşı en çoğ təhdid deb qaraydigan mövqesi aniq olsa, D8'lərni güçlendiriş yolunu tanlaşı mümkün. Lekin biz mulayisini qilayotgan zamandan 10 yıl ötken bolsa-mı, Amerika bundaq bir amaliy qadamni olmadi. Bundaq bir amaliy qadamni olmaganligida bir endişisi var. Yani bu D8'lərning hammasının musulmon davlat bo'lishi. Shundaqla 2005'ning berisida zamanısının Amerika Devlet Müdafiə Ministri Rumsfeld, Pentagon dokladları da Xitaylarni Amerika'nın dünyavi küçüge karşı birden bir rekabetçi deb belgilep Amerika hükümetini agalandırıp kelayotgan bo'lishga qaramay 10 yıldan ko'proq vaqt o'tgan bugungi kimi Amerika Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'na karşı cheklash tedbiri almadı. Hiç qanday amaliy qadam almadı. Çünkü Amerika Afganistan ve O'rta Sharq patqiqida çırpınıyordu. Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı'na meydan o'ng chiqardi. Tema qaytsak, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı qurulgan çağdaki maqsad qilgan mazmunlardan tədrici halqib bu teşkilat, xuddi Xitaylar üzünü solup algan Saddiçindan halqıgandek. Xitaylar üzünü müdafiə qilish üçün 2000 yıllar avval Saddiçin sipilini soqqan ve üzünü sipilinin içiga solup algan. Bugünkü günde Saddiçindan teşip çıktı Xitaylar. Saddiçin sırtıda bir muncha mustamlikaga ega bo'ldi.
Xuddi shuningga o'xshash Shanxay hamkorlik tashkilotining asli qurilish g'oyasi Xitoylar o'zining chegarasi atrofidagi davlatlarni bir kunlik ostiga to'plab, chegara sirtida bir mudofaa halqasi hosil qilishni o'ylagan. Asosan bu radikal islomizm, diniy asliyatchilik, oshqulluq qatorliq islom markazlik bir dushmandan mudofaa qilishni asosiy maqsad qilgan. Ammo bugun bu maqsaddan bara-bara halqib, Shanxay hamkorlik tashkilotini kengaymichilik maqsadlari yo'lidagi bir vositaga aylantirish ko'yida bo'layotganligi taxmin qilinmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotining tashkiliy g'oyasi haqida Rossiya bilan Xitoylarning qarashlari tamoman zid bo'lmoqda. Rossiya tashkilotga bir harbiy ittifoq shaklida qaramaydi. Faqat chegara masalalarini hal qilish, iqtisodiy hamkorlik uchun qurilgan bir tashkilot sifatida qaraydi. Xitoylar bo'lsa Shanxay hamkorlik tashkilotiga Osiyoning NATOsi sifatida qaraydi. Bundan boshqa Rossiyaning Shanxay hamkorlik tashkilotiga qatnash sababimi g'alati shaklda tushuntirilmoqda. Xitoylarni xalqaro siyosatga uyg'unlashtirish. Amaliyotda Xitoy va Rossiya orasida kelisholmaydigan nuqtalarmi xil ko'p. Iran masalasida Rossiya Iranning yadro masalasini Shanxay hamkorlik tashkilotining sirtida hal qilishni talab qiladi. Xitoylar bo'lsa buni Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali hal qilish bilan Shanxay hamkorlik tashkilotiga dunyoda nüfuz qozondirishni tamoyil qilmoqda. Pakistan, Hindiston orasidagi Kashmir masalasida bo'lsa, Xitoy Pokistonni qo'llaydi, Rossiya Hindistonni qo'llaydi. Bundan boshqa Rossiya bir zamonlar o'zining mustamlikasi bo'lgan O'rta Osiyo davlatlari bilan endi Shanxay hamkorlik tashkiloti otliq bu kunlikning ostida barobar salohiyat bilan bir yerda bo'lishni hozirgacha hazm qilolmayapti. Onun yoğulluk hırsı, çoğunluk kibri bunu qabul qilaligini yo'qdir. Buni her fırsatda söz hareketi bilindirib qo'yish bilan O'rta Osiyo davlatlarining Xitoyga teg'ini yaqin bo'lishini to'g'rilmoqda. Ya'ni Rossiyaning kayfiyatidagi bu hol O'rta Osiyo davlatlarining diqqatidan qochmayotdi va ular Rossiya texichi bizga nisbatan bir qoriniyat ekan degan bu chuch tufaylidan Xitoylarga yaqinroq ulayotdi. Bumi Xitoyga foydali bir omil bo'lib shakllanyapti. Buning bilan tashkilotda Xitoylarning salmoqi kun sari eshib berishi Rossiyaning yana bir hazm qilolmasligiga sabab omillarning biri bo'lib qolmoqda. Rossiyaning o'ylag'uncha bo'lganda Rossiya tashkilotni ikki parchalatda qurmoqni orzu qildi. Biri kollektiv bexatarlik kelishimi tashkiloti. Bunisi harbiy ittifoq va NATOning muqobili. Yana biri Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'lib, iqtisodiy hamkorlikni asos qilgan va muqobili Yevropa ittifoqi. Ya'ni Yevropa iqtisodiy o'rtaq gavdasi. G'arbning bu ikki tashkilotiga, ikki ittifoqqa, NATOga va Yevropa iqtisodiy o'rtaq gavdasiga muqobil Sharqning ikki tashkiloti bo'lishi kerak deb qaraydi Rossiya. Ammo Xitoylar Rossiyaning niyatlariga munosabatlik nuqtalarda ikkilik munosabatlarga ahamiyat berish orqali, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotining to'pi bilan emas, o'zi va yana bir davlat orasida munosabat qilish orqali milliy manfaatlarini kafolatga ega qilmoqda. Endi Xitoyning tashqi siyosati. Buningda asosan Xitoylarning Arab markazlik siyosati haqida qisqacha to'xtalamiz.
Ötkende kişilik hukuk meselesi boyunca avaz koyuşta Arap devletlerinin hiçbiri Şarkı Türkistan üçün ağzını fıratmadı. Xitaylarni qo'llab qo'yibdi. Xitaylarning kishilik huquq jihatda ulgu bo'la oladigan tadbirlarni olayotganligini dedi. Nima uchun bular Xitoylarga o kadar yaqin? Bu masalani anglashmak uchun bizning hissiyotga beriladigan odamlar biz mayli musulmon bo'lsak, o ish emas. Qadrligim. Devlet menfaatimizni ala. Bo'lsa o İslam hammadan ala, din hammadan ustunlikda, lekin u dunyodagi nesiyadan ko'ra xuddi Umar Hayyomning she'rlari degandek bu dunyodagi naqqa xushtar bo'lganligi uchun bular bu pozitsiyani tutdi. Bunun sebebini bu yerda açıklayamiz. Bunun da asasen Xitaylarning Arab merkezlik siyosati haqida to'xtalamiz. Xitoy hukumati Birlashgan Millatlar tinchlik operatsiyalarida eng ta'siri bo'lgan davlatlardan biri. Xitoy bexatarlik komitetidagi doimiy a'zolar ichida Birleşmiş Millatlar tinchlikni qo'g'duvchi qismlarga eng ko'p hassa qatadigan davlat bo'lib kelmoqda. Xitaylar şu angacha Birleşken Milletler vazifelerinde 1989 Xitay hizmetde oldu. 10'a yakın Xitay Birleşken Milletler tinchlik saqlash operatsiyalarida öldü. Qurban berdi Xitaylar. 1990-yılda Xitaylar O'rta Sharqqa kuzatuvchi yubordi. Tunji qatam. Şu anlarda Janubiy Livan'da 200'ga yakın Xitay vazifa o'tamoqda. 80 injenerden terkip tapkan bir grupini 2006'da Livan rivayetken bulup bular asasen mina tozalash mutaxassislarıydı. Xitaylar Livan mavzusida Birleşken Milletler Teşkilatı'na besim işiltip 1701 numaralık kararının çıkışıga sebep bo'lgan edi. Lekin kararının mazmunlarini yeterlik deb qaramadı. Bu kararga norozi oldu. Xitaylar kararda Araplarning menfaatlari bexatarlik meseleleri mühim o'ringa qo'yilishi kerak edi deyish orqali Arab merkezlik siyosatidan bishorat bergan edi. Buning bilan u go'yo musulmon do'sti bo'lib ko'ringan. Nurg'un islom ellarining nazarida Jahongir Amerikaning qarshisida mazlumlarning sepi tarafda tura oladigan birdan bir haqqoniyatchi kuch bo'lib tonilgan edi. İslam ellari Xitoylarning qanchalik darajada islom dushmani ekanligi haqida hech qanday hukmga ega emas edi. Qur'onni ko'ydirdiganligi, masjidning mehrobga bayrog'ini esib qo'ydiganligi, xutbada Xi Jinpingni madiylaydiganligi, madilatkizadiganligi, dinni sotsializm uchun, to'tni zamonaviylashtirish uchun xizmat qildirishga burmilashga urinadiganligi, ibadetlerini yasaklaydiganligi, hatta musulmonlarning bugungi kunda ibadet meselesi mas'ullaşdan chiqib, endi bir jonliq sifatida yashash huquqini tatib olib qolganligi. Bu haqda islom ellari hech qanday hukmga ega emas edi. Hatta Xitoylarning bir muncha mustamlik ellarni besim bilan tutib turayotgan reallikni dunyo jamoatchiligining nazaridan qochgan muhim bir tema edi. Xitoylar tashqi siyosatda bir davlat yana bir davlatni besib olsa yoki yana bir davlatga harbiy mudohala qilsa, cho'qin silib qarshi turish orqali go'yo o tajovuzchi qarshi, mustamlikchilikka qarshi bir obraz tiklab Dünya jamoatchiligi Xitoyning qo'lida bir muncha mustamlikaning borligini, bir muncha izilguchi millatlarni tozalab Holocaust elib berayotganligini bilmay nazardan saqit. Bu xabarlar kontrol qilingachqa dunyo
jamoatchiligi asosan bilmaydi buni. İslam elleri texmi bilmaydi. To'g'ri, biladiganlar bor, sanoqli. Buni tadqiq qiladigan mutaxassislar ham biladi. Umumiy xalq bilmaydi. Hukumat manfaatning keyinida. Go'yo Xitoyning hech qanday mustamlikasi yo'q. Xitoylar hech qanday bir ojizga zulm qiladigan turdagi xalq emas edi. Dal mushu nuqtadan Xitoylarni yolg'onlash, dünya jamoatchilik oldida Xitoylarning aslida Sharq Turkistondagi bir musulmon davlatni mustamlik qilib olgan istilochi ekanligini, mush asrda Gitlermi qilmagan irqiy qirg'inchilikni olib berayotganligini jakalash bir zaruriyatdir. Agar biz mustaqil davlat bo'lib kelganligimiz, bu mustaqillikni asli keltirish birdan bir orzuyimiz ekanligini bu har yerda ifoda qilmasak, Xitoylarning chim pardasini yirtib tashlash urinishlarida bo'lmasak, Xitoylarning tashqi siyosatiga yordam bergan bo'lganligimiz yuqoriqilardan ochiq anglashiladi. Nima uchun biz mustaqillik deydi ekanmiz? Dunyoda Xitoyning bir mustamlikchi ekanligini isbot qilish uchun mustaqillik deymiz. Mustaqil davlat ekanligimizni her yerde jakalaymiz. Xitoylarning mustamlikchi ekanligini, bizni besavag'anligini, qul qilayotganligini bugungi kunlikda naslimizni quritish uchun harakat olib kelayotganligini har yerda deymiz. Uning uchun bu zaruriyat. Xalqaro tashqi diplomatiyasida Xitoylarni mag'lub qilish uchun, uni sharmisor qilish uchun, onun chim pardasini cho'qim yirtib tashlashimiz kerak bo'ladi. Agar biz buni demasak, Xitoyga yordam bergan bo'lamiz. Qandaqdi bahona tepib, kaplan taqash muhim. Uyni bizning, xotin bola bizning, mol-mulk bizning, qo'shnimiz bu uyga kirib olib, bizni o'ylig'i chiqarib etdi. Yoki bizga qo'saq to'yg'idek bujum bermaydi, yashag'ilimi qo'ymaydi. Biz qazig'i beramizki, deymizki, ya asımı alsın şunu. Ya mağlup küçükünü bir nam versin. Desek, o qazi içinde bizge lanet okuydu. Bizning bu çüprendilikimizge. Mening olgandeken bu çıksın diyenliginimizge bu qazi lanet okuydu ki, hatta o qazi şundan hüküm verişi mümkün. Şu kadarga chidapsan, qarindishim, buchaqchidan, uyini lavag'anga chidapsan, xotning lavag'anga chidapsan, bolalarning lavag'anga chidapsan. Endi och qolganga nimish chidamaysan? Endi uningga chida, yaxshi o't degan hukmni chiqarishi mumkin. Chunki da'vogar suskasi qozi mutaham bo'pti degan tamsilimiz bor qarindoshlar. Biz anda lamzallı dava qilsak, bizni yashag'ini qo'ysin, biz rozi. Shuni birga yashasaqmi, yashayni, bizni yashag'ini qo'ysin deganchilik davoni qilsak, uy bizning turib, butun mulk bizning turib, la'nat o'qiydi bizga boshqalar. La'nat o'qiydi, bizga hech kim yordam bermaydi. Bundan umutsizga kim yordam beradi? Bu hargizmi bazı kimler tarafından, kimlerdir tarafından beqib semirtilayotganligini ma'lum bo'lgan. Qo'sqining to'yg'inini tutib beqib biladigan, birdan o'tirdi paydo bo'lgan qarqo'saqlarning biljirlayotgandek ish emasligini, Xitoylarning tashqi siyosatida qo'llanib kelayotgan mazlumlarning do'sti obrazini tasdiqlash ekanligini ko'rib olishimiz unchalik ta'sir emas. Yana Xitoylarning Arab markazlik siyosati va O'rta Sharq mazmuni qaytamiz. Xitoylar O'rta Sharq bilan 50-yillardan beri munosabatda bo'lib kelayotgan bo'lsa-mu, ideologiyaga asoslangan tashqi siyosatni iqtisodga asoslangan tashqi siyosat o'zgartirishi va O'rta Sharq mavzusida aktiv o'yinchi bo'lish havasining kuchayishi 90-yillardan keyin
yoki 90-cı yıllarning o'tirlaridan boshlangandir. Soğuk münasebetler urushi davridagi Xitoyning o'tir sharq siyosatining yadrosi ideologiyalik bo'lib, Mao Zedongning 3-Dünya xiyoli ustiga qurilgan edi. Bugun bo'lsa dunyo iqtisodi bilan bir gavdalashgan bir tashqi siyosat strategiyasi sürdürmekte. 2001 yılda Dünya Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin bu hol Xitoylarni rayon xarakterlik bir kuch bo'lishdan dunyoviy kuch bo'lishga undadi. Bunun bilan ilgaridan Livanda bo'lib kelayotgan Xitoylar rayondagi davlatlarga qaraganda Livanda texmi aktiv holga keldi. Xitoylar O'rta Sharqda asosan iqtisodiy maqsad bilan bo'layotgandek ko'rinsimi, bu uning siyosiy maqsadlarini chetga qoqmaydi. Amerikaning zitiga Xitoylar bu yerda Arab markazlik siyosatni ilgari surmoqda. Ba'zilarning kuzatishicha Xitoylar 50-ci yillarda Sovet ittifoqining Arab rayonida o'ynagan rolini elishni xiyol qilmoqda emish. 50-ci yillardan Sovet ittifoqi yemirilganga qadar O'rta Sharqda Arab davlatlarida Amerikaning o'ynagan rolini, nima? Sovet ittifoqining o'ynagan rolini bugun Xitoy o'ynashni xiyol qilmoqda. Nimaliki bo'lmasin, Xitoylar rayonda Arab Isroil arasida nati zireklik bilan hisob qilingan, zirziva hisoblangan, qilni qirq qiyirib hisob qilingan bir tangpungliq siyosati yurgizmoqda. Arab dunyosi Xitoy uchun ham mallarni sotadigan bozor, ham neft oladigan muhim manba rolini o'ynamoqda. Yana bir tarafdan Isroiliya Xitoylarning yuqori texnikalik Amerika qurollarini alalaydigan muhim birdan bir davlatdir. Şunlaşqa Xitoylar bu ikki taraf orasida tangpungliqni bek yaxshi saqlab munosabat o'rnatmoqda. O'rta Sharqqa bir dunyoviy o'yinchi sifatida kirgan Xitoy bu rayonda qaror beruvchilardan biri bo'lish rolini elishni, buni hargiz qo'ldan berib qo'ymaslikni orzulaydi. Bu sebepten rayondagi Şia gruplar ve Kürtlar bilan bo'lgan munosabatlarni kun sari yaxshilashga, kapolatga ega qilishga tirishmoqda. Ammo O'rta Sharqda o'ynalayotgan o'yinning prinsiplari Xitoylarni qistab qo'ymoqda, qiynavalga tushirib qo'ymoqda. İran tufaylidan Amerika, Kürtlar tufaylidan Türkiye bilan qarama-qarshi kelishdan saqlanmoq tez bo'lmoqda. Bu sebepten Xitoylar Türkiye armiyasi bilan ikki taraflik bir munosabat qurishni, bu orqali Türk hukumati bilan bo'lgan sürkülüşlerde bir qiyolmaslik omili tug'dirishni xiyol qilmoqda edi. Endi mana chapanning achchig'i, pitning achchig'i chapanni uchoq selib etay desa Türkiye, mayada bir foydasi va betarfi va mushu ikki araliqda qoladigan qiyonmaslik omili tug'dirish uchun Türk armiyasi bilan munosabat qilishni xiyol qilyapti. Oxirda bu xiyolini nisbiy holda amalga oshirgan bo'ldi. Bugun bu munosabat bor. Bundan boshqa Turkiyaning Xitoylar boshchiligidagi Osiyo Tinch-okean olam hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishi Turkiya nuqtasidan endi olam boshliq tadqiqotlarda Xitoylar bilan birlikda ishlash ve bunundan foydalanish bo'lsa, Xitoylar nuqtasidan masala qaralganda bu tashkilot orqali Turkiya ma'lum jihatda kontrol qilingan bo'ldi. Ikki davlat yoki ikki millatning 3000 yillik dushmanlik tarixidan va davlatchilik enidagi farqlardan masala qaralsa, Turkiya ko'zlagan foydani ola olishi notayin. Ammo Xitoylar maqsadiga asosiy jihatdan yetalishi mo'lcharlashga bo'ladigan bir amaliyotdir. Chunki Xitoylar Xitoy milliy xosligining, Xitoy milliy psixikasining xosiyatida tarixiy dushmanligini qalbining cho'nqurlarida saqlashni davom qiladi va shuningga ko'ra ish tutadi. Türkler bo'lsa bu dushmanlikni allaqachon tarixning teranliklariga ko'milib ketdi, tugidi. Endi yangi bir davrda o'tmishning hisoblari cho'qchilanmaydi deydigan sadda oq ko'ngil tutum bilan munosabat qiladi.
Şunlaşqa ziyan tartqıcı Türkiye bulup qaladı. Qarindaşlar, vaqtыңlarga razı bolinglar. Bugungi video sözümüz mushu yerda oxirlashdi. Hammanglarni Allohga topshirdim. Alloh niyat qilgan büyük ishlaringlarga, yaxshi niyatli ishlaringlarga muvaffaqiyat ato qilsin.